ne только tabobatni, balki iqlimshunos bo'lgan, butun geografiyani yaxshi bilgan odam, astronom bo'lgan. U hamma narsani hisobini olib turib keyin gapirgan. Nutritsiologlar bor-ku, mana shu nutritsiologlarni men bitta ikkitasini eshitdim, haqiqatda to'g'ri yondashayotgan. To'g'ri, endi ular mijozi bilmaydi-ku, har holda yaqinroqda. Oldingilari to'g'ri ovqatlanish deb turib, 7 mahal ovqat beradi. Bu hatto ozaman degan odam 7 mahal ovqat yeb ozadimi? Ibn Sino dam olasan degan. Nutritsiologlar aytadiki, kollagenga boy bo'lgan yoki yog'li narsalarni yeng deydi. Me'yorda, misol uchun qo'y yog'i, qo'y misol uchun kurdyuk deydi, dumba. O'shani ham yeyishlik organizm o'zi organizmga xolesterin kerakmi degan savol tug'iladi. Kerak albatta. Xolesterinsiz qanday yashaysiz? Go'shtda xolesterin bor u. Faqat me'yor va intizom. Me'yorda yeyishlik va intizomda yurishlik bu sizni doim sog'lom saqlab turadi. Bu albatta organizm kerak bo'lgan narsa. Qo'sh tirnoq ichidagi dietologlarga borsangiz, ular sizga 7 mahal salat yeyishib yuradi. O'zi siz sovuq mijoz bo'lsangiz, misol uchun, sovuq mijozsiz, sovuqligingiz bilan ko'p suv ichaverasiz. Ba'zi bir mutaxassislar aytganda ertalab turib suv iching, kun davomida 5 litr suv iching deydi. Bittadan uchun o'z sovuq mijozsiz, o'sha mijoz sovib ketdi sizda. Nima bo'ladi desa, tanada pishmagan balg'am, ya'ni sliz ko'payib ketadi. U hazm bo'lmagan modda hisoblanadi. Ibn Sino ta'limotida yetilmagan xilt deydi. Mana o'sha qonlaringizda, butun tanangizda oqib yuradi. Doim og'irsiz, charchoqsiz, doim charchagansiz, og'irsiz. Keyin xotiraga ta'siri bor, reaksiyalar erkaklardagi endi aniq narsalar vobshe endi. Yevropada o'qib ketgan ba'zi nutritsiologlarni bizga beradigan tavsiyalari bizning iqlimimizga to'g'ri kelmaydi. Nimaga? Chunki biz quruq havo, quruq iqlimda yashaymiz. Yevropalar nam. Ba'zi odamlarga o'tdagi mutaxassislarning tavsiyalari tushadi. Ya'ni Ibn Sino aytadilarki, iqlimga qarab ham davolash tizimi bor. Endi siz nosog'lom bo'lsangiz, u har qanaqangi amerikanskiy batlarni ichmaysizmi? U направленияsi boshqa ketib qolib, Xudo ko'rsatmasin, uxlab yotgan rakiy hujayralar bor. Ya'ni rakiy kletkalar uyg'otib olsa nima bo'ladi? Men shunaqa odamlarni ko'rdim, kalsiy ichaverib qotib qolganlar bor. Kerak emas bunaqa narsa. Eng xavfli narsa bu o'z boshimchalik davolanish bo'ladi.